Ular qochib ketmaydi. Bizni ichki ishlar ham, boshqalar ham bir ojiz tashkilot organ emas. Aynan o'shani chetga chiqib ketishini taqiqini qo'yish mumkin, pasportlarini olib qo'yish mumkin, oila bag'risidan qatnashish imkoniyatini berish mumkin. Lekin bu holatlarga negadir blogerlarga nisbatan umuman qo'llanilmaydi. Lekin qaysidir mansabdor, qaysidir hokimiyat vakili yo boshqalar deylik, mayli shaxsan aytmasak ham ko'pchilik uni biladi. Ularga nisbatan bu moddalar, bu harakatlar amalda ular bu imkoniyatlardan keng foydalana oladi. Qobul Dusi bir sudda bir narsa aytganda, uni o'sha vaqtda ham aytgandik. O'sha mansabdorlar foydalangan imkoniyatdan men ham foydalansam maylimi? Meni ham ozodlikka chiqaring. Ozodlikni cheklash bilan yoki qamoq jazosi bilan bog'liq bo'lmagan jazo bering. Men ham jinoyatchi emasman-ku degan bir fikr bildirganda, lekin men afsus mana shu vaqtgacha men bironta blogerga mana bu narsalar qo'llanilganini ko'rmadim. Lekin bir narsani qat'iyan ayta olaman. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Mana shu men bilgan, mana atrofimdagi yaxshi blogerlarning hammasi hurmatli prezidentimizni ochiqlik siyosatlarini qo'llagan. Vijdon amriga qarshi chiqmagan. Kimgadir quloqlik qilishda faol bo'lmagan. Ular bor narsani boricha yoritishga vijdonan harakat qilib yondashgan. Biroq endi hozir mana ko'rib turibmiz, ijtimoiy tarmoqlarda har xil ikkitalari bor, 5 tadir, 10 tadir. Umuman medianing ichida o'zi buzg'unchilik boshlangan. Bunga sababchilar ham bor. Va ularga qanaqadir imkoniyat berilayotgandek, ularga qanaqadir so'z erkinligi juda kattaroq tusda berilayotgandek. Ular asosan o'sha tashkilotlarni yonini olayotgani uchunmi, yo ularni tanqid qilish pastroq, ularga yonboshish ko'proq bo'lgani uchunmi, yo ijtimoiy tarmoq faollarini juda qattiq keskin qilib ayblov qo'yib, boshqa qilib og'ziga kelgan narsa bilan ijtimoiy tarmoqlarga chiqib faollarni obro'sini tirayotgani uchunmi ularda imkoniyat kattaroq. Otabek Hamidov kecha yaqinda o'sha qamar ishlaridan oldin gaplashganimizda bir gap aytdilarki, 50 ga yaqin yozgan arizam bor, ko'rilmayapti. Ichki ishlar o'sha kiberxavfsizlik ko'rmayapti degan bir fikr, norozi fikr bildirdi. Lekin boshqa arizalar ko'rilyapti. 140-modda haqida aytaman. 140-modda Otabek Hamidovga bosib qo'yilgan. 140-moddada Otabek Hamidov ustidan yozgan arizachilar o'sha Farg'ona mediani o'sha rahbarimi, xodimlarimi, muxbirlarimi bilmadim, shular yozgan ekan va o'sha eshitishimiz bo'yicha biz uni hali hujjatlar bilan tanishib yaxshi yanada kengroq yoritamiz. Bir pora olib tushgan odamni